qattiq oyoq og'riqlardan qiynalib, oyog'imni bukolmay, yaxshi bosolmay, oqsoqlanib kelganman-da. Kechasi ham u tomonga, bu tomonga ag'darsam qattiq og'riqlar bilan ko'pchilikda bo'ladi shunaqa narsa. Bizni ishimizni natijadkorligini bilmoqchi bo'lgan insonlar uchun o'ylaymanki, yetarlicha axborot bo'ladi. Navbatdagi axborotimiz bo'ladi. Bunaqa videolar juda ko'p bizada. Kanalimizga a'zo bo'lib, bizni kuzating. Menda sizga kelmasdan oldin oyoq og'riqlari juda ham qiynardi. Tizadami? Tizada, ha. Oyoqni bukolmas edim, yaxshi yura olmas edim. Kechasi ham u tomonga, bu tomonga ag'darsam qattiq og'riqlar bilan ko'pchilikda bo'ladi shunaqa narsa. Bu qanchadan beri shu narsa davom etardi? Staj kasallikni. 2 yilga qarab ketdi. 2 yildan beri sizni shu narsa bezovta qilib kelgan. Bezovta qilgan. Qancha lecheniyalar oldim, lekin foydasi bo'lmadi. Endi qizig'i, o'sha mana lecheniya davrida sizni o'sha simpatik tugullaringiz, nerv tugullari, orqa miyani yadrolari, bo'ylamalarni o'zaro aloqasini noto'g'ri ketishi, paylarni o'zaro aloqasini noto'g'ri ketishi haqida biror bir joyga tushuncha berib, mana shu yo'nalishga sizni muolaja qilishganmi? Yo'q. Qilinmagan u narsa. Yo'q, hech narsa qilinmagan. Bu narsalar haqida hamishakidek bizani oldimizga kelib bu narsalarni bildiz-a? Ha. Hozir 5 ta muolajadan keyin mana 20-25 kun o'tdi umumiy holatda. Qanday anaqa natija qanday, o'zingizni qanday his qilyapsiz? Endi natija zo'r. Zo'r. Yaxshi yuryapman. Oyoqlarim ham o'z o'rnida hammasi. Bukilishlari ham yaxshi. Bukilishlari ham yaxshi. O'ngga chapga ham yaxshi. Bu tomonga ag'darsam ham hech og'riq sezmayapman. Demak, maza qilib uxlayapsiz, maza qilib yuribsiz. Zo'r. Yana bir savolim bor. Oladigan pulimiz, qiladigan ishimiz muvofiq kelar ekanmi? Arziydi. Albatta arziydi. Bu ham muhim.